Assalomu alaykum. Kelinglar bugun bir so'z bo'yicha o'tamiz. Ya'ni koreys hayot tarzida o'sha ko'p ishlatiladigan so'zlardan birini bir o'tib ko'ramiz. Va oranglarda balkim ko'p eshitgan bo'lishinglar mumkin. Bu chunki bu tez-tez ishlatiladigan so'zlardan biri. Ya'ni bu qaysi? Hyonta degan so'z hayot tarzida juda ham ko'p ishlatiladigan so'zlardan biri. Bu ya'ni qanday so'z? Bu o'sha koreyscha internetdan olingan slang so'z bo'lib, aslida mana shu hyonta ya'ni kyonshil chagak time haqiqatni anglash vaqti degan iboraning qisqartmasi bo'ladi. Mana bu yerda mana hyonshil degan so'zni ko'rib turibmiz. Shu yerdan hyon va mana bu yerda timedagi ta ya'ni bir-biriga qo'shilgan hyonta bo'ladi. Hyonshil chagak time. Ya'ni bu qanday ma'noni beradi? Ko'radigan bo'lsak, masalan, biror narsaga berilib ketib, keyin birdaniga haqiqatni anglab qolish, birdan kayfiyat tushib ketishi o'shanaqa payt hyonta bo'ladi. Ya'ni sizlar o'zingizlarga aytishingiz mumkin, masalan, men nima qilyapman o'zi degan hissiyot o'zingizlarga keladi. O'zingizning real holatingizni ko'rib, biroz tushkunlik yoki bo'shliq his qilishingiz mumkin bunday holatlarda albatta. Misollar bilan ko'radigan bo'lsak, xo'sh, o'qish bilan bog'liq bo'lgan gapni ko'radigan bo'lsak, mana bu yerda mana haru 종일 게임만 하다가 현타가 왔어. Ya'ni kun bo'yi faqat o'yin o'ynab o'tirib, birdan o'zimga keldim. Ya'ni o'shanaqa payt o'zimga keldim deganda, "Hyontavatda" deb aytishimiz mumkin. Mana bu yerda mana yozilgan, to'g'rimi? Masalan, soat 3 gacha, ya'ni o'sha Valorant o'yin, masalan, Valorant o'ynading, ertaga imtihon borligini eslading. "Da buvoq vysatchi" mana shunaqa payt mana shunday gap bilan ham "Hyontavatda" deb aytiladi. Agar pulga bog'liq aytadigan bo'lsak, masalan, "옷을 너무 많이 사고 나서 현타가 왔어." Juda ko'p kiyim sotib olganimdan keyin hyontaga keldi deb aytishimiz mumkin. Masalan, 200 ming won sarflading, bank hisobingni ko'rding va shuni sezdingizki, nega buncha pul ko'p ishlatdim? O'shanaqa paytda ham hyonta, unda deb aytiladi. Xo'sh, hyonta ya'ni qanday so'zlar bilan birgalikda keladi? Shularni bir ko'radigan bo'lsak, ya'ni asosan oda keladi albatta. Hyontaga oda, 현타가 왔어, 현타가 온다, 현타가 시게 왔다. ya'ni juda qattiq aytiladi. Shiga degani juda qattiq deyiladi. Ya'ni 현타 시게 왔다 deb aytilishi mumkin. Yana misollarni ko'radigan bo'lsak, 시험 공부해야 하는데 유튜브만 보고 있으니까 현타가 온다. Imtihonga tayyorlanishim kerak, lekin faqat YouTube ko'ryapman. O'zimdan uyalib ketyapman. Ya'ni mana shuni hyonta kelyapti deb aytiladi. O'zbekchaga yaqin ma'nolar, masalan, o'zimga kelib qoldim, birdan haqiqatni angladim, kayfiyatim tushib ketdi. Ya'ni men nima qilyapman o'zi degan holatni hyonta deb aytiladi. Hammaga rahmat, omad.